85 kvadrat metrlik 3 xonali kvartiramiz 59 ming dollarga sotuvga chiqyapti. Bu kirib kelish eshigimiz. Kirishimiz bilan chap tarafda bizni mehmonxona, mana shunday ajoyib patoloklari baland bo'lgan mehmonxonamiz kutib oladi. Yumshoq zonalar, stol-stullar qo'yib o'tilgan. Televizorlari ham bor, isitish tizimi radiator orqali. Endi esa bu yerda kvartiramiz uchun umumiy bo'lgan sanuzel xonamiz, vannalar, hamma sharoitlar, kir mashinalar qo'yib o'tilgan. Bu yerda esa bolalar xonasi, bitta bolaga mo'ljallab jihozlangan, yana ehtiyojingizga ko'ra mebel qo'shsangiz bo'ladi, joy bor. Kvartiramizda umuman gluxoy xonalar yo'q, hammasida oynalari bor. Bu yer esa kattalar yotoqxonasi. Bu yerda ham hamma sharoitlar qilib qo'yilgan, kelib yashash uchun bemalol hamma sharoiti mavjud. Oshxonamizni mana shunday ixchamgina qilib shu burchakka joylashtirib ketishgan. Oshxonada ham hamma texnika sharoitlari mavjud. Uyimizning umumiy maydoni 85 kvadrat metr. Adresimiz O'zbekistonskida, Kapital bankning orqasidagi 6 qavatli binoning 6-qavatida joylashgan. Mansarda emas uyimiz. Narxi 59 ming dollar, yaxshi savdosi ham bor.